Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi variantimizni tahlilni boshlaymiz. Demak, birinchi savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 500 va 750 sonlarni qisqartirishimiz kerak ekan. Demak, buni kasrda, ko'paytmada yoki bo'lishda oxirida 0 ko'rdikmi? Kasrda surat mahrajda nollarni qisqartirib yuborishimiz mumkin. Biz demak 50 bilan 75 ni qisqartirsak bo'ldi. Bu uchun kub topamiz. 50 degani nima edi? 2 karra 5 ning kvadrati. 75 degani tub ko'paytuvchiga ajratib olsak 5 ga bo'linadi, yana 5 ga bo'linadi va 3 ga bo'linadi. 3 ko'paygan 5 ning kvadrati. Bundan xulosa shu kub topmasdan qisqartirib ko'rsak shuni. Buni nima deb yozsak bo'lar ekan? 2 ko'paygan 5 ning kvadrati 3 ko'paygan 5 ning kvadrati. Demak, ikkalasidan 5 ning kvadratlari qisqarib 2 taqsim 3 qoladi. Ya'ni 25 ga bo'linar ekan bu ikkalasi ham. Bu kubi 25. 2 taqsim 3 A javob. Demak, ikkinchi savol 5, 7, 8, 12 sonlar o'rta arifmetikini topishimiz kerak ekan. O'rta arifmetik topish uchun barcha sonlarni qo'shamiz. 5, 7, 8, 12. Bo'lamiz. Nechta bo'lsa shuni soniga. Hozir bu joyda 4 ta son bor, demak 4 ga bo'lamiz. Teng bo'lar ekan. Qo'shadigan bo'lsak bu ikkalasi 20. Bu ikkalasi 12. 20 ga 12 32. 32 ni 4 ga bo'lsak 8. C javob. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni 20 cm, ikkinchi tomoni birinchisidan 2 marta uzun. To'g'ri to'rtburchakning perimetrini topishimiz kerak ekan. Mana sizga to'g'ri to'rtburchak bir tomoni 20 cm deyapti. Ikkinchi tomoni mana bu tomon 20 cmlik tomondan 2 marta uzun. Demak, 2 marta uzun bo'lsa 2 ga ko'paytiramiz. 20 ko'paygan 2, ya'ni 40 cm ekan. Perimetr nima bo'ladi? 2 ko'paygan 20 plus 40. 2 ko'paygan 60, ya'ni 120. C javob. Bir daftar 6000 so'm, bir ruchka esa 4000 so'm turadi. Dilshod 3 ta daftar, 2 ta ruchka oldi, u jami necha so'm sarflagan? Bittasi 6000 so'm tursa, 3 tasi qancha turadi? 6000 ko'paygan 3 plus jami xarajatlarni hisoblayapman-da. 4000 dan 2 ta daftar, 2 ta ruchka olibdi. 4000 ni ko'paytiramiz 2 ga. 6000 ni 3 ga ko'paytirsak 18000 plus 8000. Bu teng bo'lar ekan 18000 ga 8000 ni qo'shadigan bo'lsak 26000. B javob. Tenglamani yeching. Demak, proporsiya bo'lib turibdi bu. Proporsiyaning o'rta hadlari ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni 15 ko'paygan x teng 60 ko'paygan 2. X topish uchun endi 60 ko'paygan 2 ni bo'lamiz 15 ga. Demak, mana bu 120 bo'ladi. 120 ni 15 ga bo'lsak 8. X teng 8 bo'lar ekan. Javob. Kubning nechta yog'i bor? Demak, kubning yoqlari 6 ta. Demak, qirrasi 12 ta. Yog'i 6 ta. Yon yog'i 4 ta. Bizda mana buni so'rayapti.
Piyoda odam 1 soatda 5 kilometr yo'l yuradi. 4 soatda necha kilometr yo'l yuradi? 1 soatda 5 kilometr yo'l yurgan odam 4 soatda 20 kilometr yo'l yuradi. Endi bu proporsiya qilib topib ko'rsatsam bo'ladi. 1 soatda 5 kilometr, demak 4 soatda bu x kilometr deymiz. Nima qilamiz? Proporsiya qilamiz. X ko'paygan 1, 4 ko'paygan 5. Buni x teng 20 ligini ko'rishimiz mumkin. Javob. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 13 ga 1 kateti 5 ga teng bo'lsa, ikkinchi katetini topishimiz kerak. Deylik, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu to'g'ri burchagi. To'g'ri burchakka yopishgan tomonlar bu katet. Bitta kateti 5 ga teng ekan, mana 5. Ikkinchi katetini topishimiz kerak ekan, uni x deymiz, noma'lum. Gipotenuza to'g'ri burchak qarshisidagi tomon. Bu 13. Bizda Pifagor teoremasi bor. Katetlar kvadratlari yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Ya'ni x kvadratiga 5 kvadratini qo'shsam 13 ning kvadratiga teng bo'ladi. Bu yerdan hozir x kvadrat topsam 13 kvadrat 169. Ayiraman 25 da x kvadrat teng bo'lar ekan 144. Bu degani 12 ning kvadrati degani. X teng 12. Javob. Kvadrat tomoni uzunliklari yig'indisi 32 cm bo'lsa, shu kvadratning bir tomoni uzunligi qancha? Demak, bizda tomonlari uzunliklari yig'indisi nimani berardi? Perimetrni berardi. Perimetrni beryapti, bu 4a ga teng 32 cm deyapti. Demak, a ni topsak 32 bo'lingan 4. Demak, a teng 8 cm ekan. Bu bitta tomoni 8 cm-ligini anglatadi. Javob. Rasmda qalin nuqtalar bilan shaharning 6 dan 19-iyulgacha kunlik o'rtacha harorati ko'rsatilibdi. Eng yuqori va eng past haroratlar farqini topishimiz kerak ekan. Bizga eng muhim joy o'sha eng yuqori haroratni topamiz, eng past haroratni topamiz va ular orasidagi farqni topamiz. Eng yuqori harorat grafikga qaraydigan bo'lsak, nuqtasi mana. Eng yuqori harorat mana shu joyga ekan. 25, mana bu 26, 27 ketganda 2 birlikdan ekan orasi. Demak, 19-sanada eng yuqori harorat 26 gradus bo'lgan ekan. 26 gradus. Ya'ni maksimal harorat 26 gradus. Endi eng minimali 16-iyul kuni bo'lgan, undan pasti yo'q. Demak, 17 dan 1 dersak, mana bu 16 gradus bo'lgan. Demak, minimali necha gradus? 16 gradus bo'lgan ekan. Endi shu eng baland harorat bilan eng past harorat orasidagi farqni toping desa, kattasidan kichigini ayirib qo'yamiz. 26 dan ayiraman 16 ni. Demak, 10 gradus farq qilgan ekan. Farq shuncha. Demak, bejavob. Tahlilimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.